Assalomu alaykum, hammaga xayrli kun. Biz Isroil davlati Tel Aviv Otaxona markazidamiz, ya'ni avtobuslar stansiyasi, avtobuslar yig'iladigan joyi desak ham bo'ladi. Hozir sizga obzorni ko'rsatib o'taman. Shunaqa пропускной punktdan o'tib bo'ldik. Bu yerda hozir shirinliklar, har xil pizzalar, pishiriqlar pishirishyapti. Hozir ko'ramiz. Mana shunaqa obzorli pishiriq, har xil turdagi yeguliklar. Yon atrofdagi manzaralar ko'rishingiz mumkin. Turli xildagi sumka, shapka, har xil narsalar sotuvda bor. Bu yerda yo'q narsani o'zi yo'q desa ham bo'ladi. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, mana avtobus bekatlari, shu yerdan avtobuslar jo'nab ketadi. Bu yerdan pastki qavatdagi ko'rinishni ko'rishingiz mumkin. Mana shunaqa ko'rinishga ega. Bu yerda mana Monox. Hozir pastga tushib ham ko'ramiz. Mana shunday yo'l bilan eskalator orqali pastga tushib olamiz. Negadir hech qachon bu eskalator ishlamaydi va tozalikka ham e'tibor berishmaydi negadir. Pastga ham tushib oldik. Yon atrofdagi manzara, mana shunaqa kiyim-kechaklar, telefonlar, har xil turdagi turli xil telefonlarga chiqollar, zaryadkalar, bu tarafda sumka, mana har xildagi. Bu yerda mana remont obuvi, pardalar, turli xildagi atirlar, podpolniy. Bu yerda shunaqa super farm местный magazin, ichini hozir obzor qilamiz. Blue Chanel, Afnan. Bu yerda mana shunaqa qiziqarli yon atrofdagi ko'rinishlar. Bu yerda ham shunaqa, faqat tozalikka sal e'tibor berishmaydi. Bu yerda mana shunaqa ptichi pomyoti. Bu yerda har xil filippinskiy delikateslar, har xil taomlarni ko'rishingiz mumkin, noodatiy qanaqadir. Bu yerdagi taomlar menga bir videoni eslatdi. Bir kishi shashlik yeb turib, bu tovuq go'shtimi deb so'rashsa, bu miyav go'shti deyishadi. Papamalitan niya yan. Ako, ito naman. Sana na yung isa. O, pinicturean ka nga. Bu yerda mana shunaqa banan va har xil mevalar, sabzavotlar ko'rishingiz mumkin, har xil o't-o'lanlar. Shunaqa ko'rinishdagi bodring bo'lsa kerak. Bu yerda ham qanaqadir boshqacha noodatiy sabzavotlar, bodring o'xshash polzekinlar, mosh. Bu yerda har xil Xitoy tovarlari. O'zimizning supurgi. Qanaqadir noodatiy mevalar, o't-o'lanlar, bananlar, kapusta, bayan polizekinlari, mana shunaqa turli xildagi. Bu yerda eng arzon narx-navolar bilan tanishib olishingiz mumkin. Bugungi Otaxona markaziga bo'lgan sayohatimiz shunaqa bo'ldi. Hammaga xayr, sog' bo'ling, omon bo'ling. Afrika milliy kiyimlari